Assalomu alaykum aziz yo'ldoshlar, Kechki kanal muxlislari. Videolarimiz uchoqlar ham sekin-sekin nihoyasiga yetyapti. Bugun ishlarni qo'yamiz. Inshaalloh degan planlarni yapib tashladik. Barchalarimizni besh-olti qoponni ko'tarib qo'ydik. 7 kiloli yog'i, 5 kiloli o'tadi, bu 7 kilo. Stakanchiklarni aylantirib olsak, sinoq qo'lni bitan qo'yamiz inshaalloh. Iloji bo'lsa Telegram kanallarimizga obuna bo'lsanglar, narx-navolarni Telegram kanali orqali aytib o'tamiz. Keyin Telegram kanalimizda obzorlarimiz ko'proq bo'ladi, rasmlar, detalli narsalar ko'proq. O'shaning uchun tavsiya beraman, o'sha Telegram kanallarimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha sizlar.